Quvada yoshlar tadbirkorligiga keng yo'l ochilmoqda. Quva tumanida Yoshlar kuni doirasida yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning tadbirkorlik salohiyatini ro'yobga chiqarishga qaratilgan navbatdagi uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda tuman hokimi Halimjon Umarov tumanda tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish va uni yanada kengaytirish istagida bo'lgan yoshlar bilan ochiq muloqot qildi. Uchrashuv davomida yoshlar o'zlarini qiziqtirgan masalalar, jumladan imtiyozli kreditlar olish, biznesni boshlashdagi dastlabki qadamlar, yer va binolar ajratish, soliq imtiyozlari hamda amaliy ko'mak masalalari yuzasidan savollar bilan murojaat qilishdi. Har bir murojaat atroflicha o'rganilib, mutasaddi tashkilotlar vakillariga aniq topshiriqlar berildi. Tuman hokimi o'z so'zida yoshlarning tashabbuslari doimo qo'llab-quvvatlanishini ta'kidlab, ayniqsa ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va innovatsion loyihalarga alohida e'tibor qaratilishini qayd etdi. Shuningdek, yosh tadbirkorlar uchun yaratilgan imkoniyatlardan samarali foydalanish, o'z ustida ishlash va bozor talablarini chuqur o'rganish muhimligi alohida urg'u bilan aytildi. Uchrashuv yakunida bir qator yoshlarning biznes g'oyalari qo'llab-quvvatlanib, ularni amalga oshirish bo'yicha amaliy yordam ko'rsatish yuzasidan mas'ullarga vazifalar belgilab berildi.